Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, kanalimiz obunachilari va tasodifiy tomoshabinlar. Biz doim ravishda hozirgi kunda internetda berib borilayotgan yangi loyihalarda, pul to'lab kelayotgan loyihalarda qidirib topib sizlarni e'tiboringizga havola qilishda to'xtamay davom etib kelmoqdamiz. Bizni bu harakatlarimiz hozirgi kunda butun dunyoda shu iqtisodiy inqiroz davrida o'zi uchun internetda qandaydir qo'shimcha daromad yoki bir mablag' topishni qidirib izlanib yurgan hamyurtlarimizga ozmuncha bo'lsa ham o'zining yordamini berayotgan bo'lsa, biz o'z maqsadimizga o'xlaymiz. Shuning uchun azizlar, bizni shu kanalimizda berib borilayotgan videolarimizga o'zingizlarni munosabatlarni bildirib, like tugmachalarini bosib hamda obuna bo'lib qo'yishlaringiz bizga shunday loyihalarda topib sizlarga e'tiboringizga havola qilish uchun qo'shimcha motivatsiya bo'ladi. Bugungi kunda sizlarning e'tiboringizga yana bir ajoyib loyihani e'tiboringizga tavsiya qilishga shoshildim. Sababi, meni fikrimcha, ushbu loyiha oddiy bir sayt emas, balki bir xazina desak ham bo'laveradi. Sababki, buni hozir ushbu videomizni oxirigacha ko'rib o'zingizlar meni fikrimga qo'shilasizlar degan umiddaman. Ushbu loyiha ispan adminlar tomonidan yaratilgan. Mana biz hozir ushbu saytni ro'yxatdan o'tish bo'limida turibmiz. Bu yerda ikkita til bor. Mana hozir ispan tilida, kelinglar o'zimizga tushunarliroq bo'lishi uchun ingliz tiliga qo'yib olamiz. Mana azizlar, ingliz tiliga o'tdik. Demak, ro'yxatdan o'tish juda ham oson. Mana bu yerga mana o'zimizni email pochta manzilimizni yozamiz va mana bu I want to start for free degan yozuv tusiga bosamiz. Shu bilan ro'yxatdan o'tiladi. Bu yerda hech qanaqa qo'shimcha demak amallarni bajarish shart emas. Men ro'yxatdan o'tganman, shuning uchun mana my account tugmachasini ustiga bosaman hamda o'zimni profilimga kiraman saytdagi. Mana azizlar, saytni asosiy bo'limiga kirdik. Bu yerda mana o'ng tomonida bizni ishlab topayotgan bitcoinlarimizni miqdori ko'rsatilgan. Ushbu saytni Telegramda hamda Twitterda ham profillari bor. Shu tugmachalarni ustiga bosib Telegram hamda Twitterdagi demak gruppalarga hamda chatlarga obuna bo'lishingiz mumkin, profillariga. Saytni interfeysi juda ham tushunarli qilib ishlangan. Bu yerda mana chap tomonimizda demak saytning bo'limlari bor. Demak, bu yerda sayt har 24 soatda demak tekinga demak bitcoin satoshilar beradi. Bu yerda ishlayotgan mablag'imizni miqdori jalb qilinayotgan odamlarimizni soniga bog'liq. Mana agar hech qanday demak bu yerga odam jalb qilmagan holda o'zi kuniga har 24 soatda 100 satoshidan tekinga demak beradi. Agar 20 ta odam jalb qiladigan bo'lsak 250 satoshi, 50 ta odam jalb qiladigan bo'lsak 1000 satoshi, 100 ta odam jalb qiladigan bo'lsak 100 ming satoshi. E'tibor beringlar, 100 ming satoshi kuniga olishingiz mumkin.
250 ta odam jalb qiladigan bo'lsak 5 million satoshi hamda 500 tadan ortiq odam jalb qiladigan bo'lsak bitta bitcoin demak yutib olish imkoniyatimiz bo'ladi. Bu kazino sifatiga o'xshagan. Bu yerda mana ruletka bor. Mana shu ruletkani mana har demak kuni kelib bir marta rol tugmachasini bosamiz va bizga demak mana shu bu tomonda hozir sizlarga aytib o'tganimdek, demak bizga belgilangan miqdorda demak satoshilarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Kelinglar mana rol tugmachasini bosamiz. Menda hozir hech qanaqa bu yerga yordam jalb qilganim yo'q, shuning uchun menga kunlik ana shu 100 satoshi miqdorida demak berish kerak. Tak, free roll'da bosamiz. Va rol tugmachasini bosamiz. Internetimiz nimagadir sekinroq ishlayapti. Yana bir obnovib ko'raylik. Tak, yana bir obnovib ko'ramiz. Negadir ishlagisi kelmayapti. Va mana endi ishlab ketdi azizlar. Va mana bizga menga mana demak o'sha kunlik 100 satoshi berdi. Va e'tibor bergan bo'lsalaring balansimda mana 4400 satoshi edi, 4500 satoshi bo'ldi va mana yana bir sutkadan keyin 24 soatdan keyin kirib yana shu tartibda demak tekinga demak satoshilarimni ishlab olishim mumkin. Endi azizlar, ushbu sayt hozirgi kunda 100% to'lab kelmoqda. Albatta ro'yxatdan o'tib ishlashingizni tavsiya qilaman, sababi hozirgi kunda mana bilyapsizlar, bitcoin narxi kundan kunga oshib bormoqda. Yaqin kunlarda ham 10 ming dollar edi. Mana hozirgi kunga kelib 15 ming dollardan oshib ketdi va ekspertlarni men har videolarimga ta'kidlab o'tyapman. Ekspertlar fikriga qaraganda yil yakuniga qadar bitcoin narxi 30 ming AQSh dollariga yetishi to'g'risida ma'lumot berilgan. Demak, hozir to'plab borsak, bitcoinlar yig'ib borilsa, yaxshigina daromad qilish imkoniyatiga ega bo'linadi. Endi sayt 100% to'layapti. Buni Rossiya Federatsiyasidagi bir bloger do'stim tavsiya qildi. Mana hozir uni e'tiboringizga shu videosini, shu pulni chiqarayotgan holatdagi nimasini, videosini havola qilaman. Проиграл, там выпала черная. Ну и сейчас пробуем выводить. Выводить будет 53 тысячи сатоши. Нажимаем Next. Так, и на почту еще приходит письмо с подтверждением выплаты. Так, по почте я подтвердил ссылку. Здесь Transaction, Withdrawal. Вот она моя транзакция. 53 тысячи сатоши. Статус процессандо. То есть я так понимаю, что это в процессе выплаты, то есть в пеннинге.
Сейчас дождусь, пока все придет на кошелек, и далее продолжим. Так, выплата пришла. Здесь размещу скрин. Пришло на кошелек 52 200 сатоши. То есть около 800 сатоши кран взял за комиссию. И кран платит. Так что ссылка будет на кран. Mana azizlar, e'tibor bergan bo'lsalaring, shu kran hozirgi kunda demak bu sayt 100% to'layapti. Mana o'zinglar guvohi bo'ldinglar. Mana hatto mana o'zlari bu yerdan pul mablag'larini ham chiqarishyapti. Azizlar, sizlarga tavsiya qilmoqchi bo'lgan va berib o'tmoqchi bo'lgan ma'lumotlar mana shulardan iborat edi. Hammalaringga e'tiborlaring uchun katta rahmat. Ushbu videomizga yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosib, ko'proq demak hamyurtlarimiz ko'rishi uchun shu tugmachani bosib hamda biza kanalimizga obuna bo'lib qo'yishinglarni iltimos qilib qolamiz. Bundan tashqari bizni Telegramdagi kanalimizga hamda gruppamizga ham a'zo bo'lishinglarni so'rab qolamiz. Bu yerda YouTube kanalimizda berilmayotgan yangi hozirgi kunda pul to'layotgan loyihalar berib boriladi. Hammadan oldinroq tanishish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Ushbu videomiz ostiga shu gruppamiz, kanallarimiz, ro'yxatdan o'tish havolalarini ham qo'yamiz. Bundan tashqari ushbu videoni ostiga hozirgi kunda shu o'zimiz ishlayotgan hamda hozirgi kunda pul mablag'lari to'layotgan kriptovalyuta bilan bog'liq bo'lgan boshqa saytlarni ham ro'yxatdan o'tish havolalarini qo'yib qo'yiladi. Bemalol ro'yxatdan o'tib ishlab daromad qilishlar mumkin. Azizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.